ketdi. Do'stlar, Salom do'stlar, yana sizlar bilan men Muhammad Iso akam. Birga survival qilamiz. Ikkinchi qismi bu. Ikkinchi qismi juda qiziqarli o'tishini tayin qilishimiz kerak. Tayin bilib turibman. Ikkinchi qismi juda qiziq bo'lishi uchun obuna va layklarni dirsillatib tashlanglar. Shu videomiz 1000 ta layk yig'sa, yana sizlarga biz jonli videolar chiqaramiz. Jonli videoda biz anaqa uyimizda o'rmonga boramiz. Shu bizni kuzatib turing, kiriblar kelyapti. Agar shu videomiz obunachimiz 200 ta, meniki 100 ta bo'ladigan bo'lsa, sizlarga eng kulgili qiziq video chiqarishga harakat qilaman. Meni obunachim 200 ta bo'lsa, sizlarga juda ko'p videolar chiqaraman. Qayda? Voy. Kamonchi ko'p ekan. Suv tushib Mana vatanim, mening vatanim. ko'rib qoldim. Yana bor ekanmi? Bor shunda. Yonib ketyapti. Yonib ketaman hozir. Tu joning to'g'lava. Go'shing bormi? Ha, go'shim bor. 5 ta go'sh. Tovuq go'sh qolgan. Hoppa. Bu yerda 2 yil oldin o'tirganmiz. Nosga belim silib oldi, menga qarangda. Voy bilim. Bitta solib yana. Bunda do'stlar, bu birinchi qismini ko'rgan bo'lsangiz, ikkinchi qismida biz uy quramiz, chiroyli. Biz uning uchun ochiq yer topib olishimiz kerak va daraxtlar topib, uyga ketadigan bloklarni topishimiz kerak. Ochiq yer topaylikchi, yurib ketdik. Let's go. Ko'zimni birga ko'rgandek bo'lmaydi. Masjid ochiq ekan-a? Masjid. Biz bu yerga qanaqa mod qo'shganimizni bilmaysizlar. Biz Herobilinni qo'shganmiz. Herobilin ko'zimga ko'p ko'rinyapti meni. Sizlarga ham ko'ringan bo'lsa, podpiskaga bosib ketinglar. Mana masjidga uy quramiz. Masjidda daraxtlar chopaylik, mana daraxtlar. Voy, dahshat-u. Ochiq yer ekan. Ikki etajli qilib chiroyli uy qurishga harakat qilamiz. Birinchi daraxt chopish. Kommentariyaga Muhammad Iso kam daraxt chopsin deganlar. Muhammad bot deganlar kommentariyaga yozib qo'ysin. Chunki bu o'zi bot. Nima deyapsiz? Men bot emasman. Do'stlar, sizlarga yana bir gap aytaman. Biz Pubik ham o'ynaymiz. Pubikda biz do'stlar, Pubikda birga bir chiqamiz. 100 ming ta like yig'sangiz, jonli Pubiklarda Pubik videolarini chiqaramiz. Pubik bilsangiz, Pubikni o'ynaydiganlar komment yozib kelsin, men o'ynayman deb yozib kelsin. Vah, qiziqarli-ya. Agar hozirgi uy quradigan uyimiz sizlarga yoqsa, obuna bo'lib ketinglar. Birinchi qismida uncha bo'lmadi. Hozir men qiziqib ketganman. Akbar Shoh degan do'stimiz ham bor edi. U bolani o'yinga kirishi bilan kommentariyaga Akbar Shoh kirsin desanglar. Nima? Voy, tushib ketdim, yordam, menga narsa qo'yib qo'ying, ey. Hozir ketib. Çek. Ya, kallab ketdi. Va qala chiqaman, hey. Menga qo'ying. Bo'ldi. Qo'ymadim endi. Menda ham bor. O 34 ta. Qorong bo'lib ketdi. Uxlab olamizmi? Va ko'zim ko'rmayapti. Aylanib ketdi, mana ketdi. Uxlaydi. Sibolsa. Turganimizdan keyin chiroyli yugurishga harakat qilamiz. Ay, yomon uyqum kelyapti. Voy, boshim. Yo, men mana men tashib beraymi mashinagacha.
Ulan bekar biz. Bo'lpa qadimgi paydo bo'ldingiz. Joyimdan paydo bo'ldi. Narsalarni olaymi? Kirib bir qadimgi yaxshi. Ikkovda yo'q. Kirib yon devorlar ketdingizmi? Kirib bir qachon paydo bo'lib qoldi ekan? Hammamiz hamma narsa mana shu yerda. Hozir bormasam keyin. Hep tuzda alıp kolime tepsip o zaman geçerse tahtalı geldi dolmanın yemeği koy. Beraymi? Mana kirib bir portlagandan keyin men o'yladim, mana yana qaytib keldim. Endi narsalarimni cho'zsam bo'lar. Ben divan. Divan qo'yib mana shu burchakka bosib qo'y. Qulaylik. Omonlik o'lib qolsa yomon bo'lyapti-da. Kirib berib kelyapti. Suvda. Yana olmaysiz bor. Mana yopib qo'y. Daraxtlarni. Ash daraxt ber, ash daraxt. Oho. Yanami? Gösteriyor. Gösteriyor. Vay var ya. Xolos. Itu deh pada. Mana makin deh. Agar juda chiqqan bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Hemen 3 tane bir. Mana boshlab.